Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugun 9-mavzuda raqamli kadastr xaritalarini tuzishning asosiy texnologik jarayonlari mavzusi bilan gaplashamiz. Ushbu taqdimotda raqamli kadastr xaritalarini yaratishning murakkab va innovatsion texnologik jarayonlari, shuningdek geografik axborot tizimi doirasida qo'llaniladigan zamonaviy usullar va vositalar batafsil ko'rib chiqiladi. Raqamli kadastr xaritalari yer resurslarini boshqarish, mulk huquqlarini himoya qilish va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Kadastr xaritalari bu yer uchastkalarining joylashuvi, chegaralari va boshqa huquqiy xususiyatlari haqidagi ma'lumotlarni o'z ichiga olgan hujjatdir. Kadastr tizimining zamonaviy talablari. Huquqiy asos va sifat mezonlari O'zbekiston kadastr tizimining asosiy poydevori 1998-yilda qabul qilingan Davlat yer kadastri to'g'risidagi qonun bilan mustahkamlangan va qonun mamlakatning barcha yer maydonlari, ularning chegaralari, huquqiy holati va qiymati haqidagi ma'lumotlarni yagona tizimda jamlashni talab qiladi. Zamonaviy kadastr tizimi quyidagi asosiy talablarni qondirishi lozim. Yer maydoni haqida aniq va sifatli ma'lumotlar bazasini yaratish, ma'lumotlarni tezkor yangilash va ulardan samarali foydalanish imkoniyatini ta'minlash, kadastr ma'lumotlarining barcha foydalanuvchilar uchun shaffofligi va ishonchliligi. Raqamli kadastr xaritalari yer resurslarini samarali boshqarish, monitoring qilish va investitsiya jarayonlarini osonlashtirish uchun bevosita asos bo'lib xizmat qiladi. Raqamli kadastr xaritalari tuzishning asosiy texnologik jarayonlari. Raqamli kadastr xaritasi bu yer uchastkalari, bino inshootlar, infratuzilma obyektlari va ularning huquqiy hamda fazoviy chegaralarini raqamli shaklda aks ettiruvchi geoaxborot tizimi elementi hisoblanadi. U an'anaviy qog'oz xaritalarining elektron ekvivalentidir va geoaxborot tizimi yordamida yaratiladi. Raqamli kadastr xaritalari yer resurslarini boshqarish, soliqqa tortish, shaharsozlikni rejalashtirish hamda mulkchilik huquqlarini aniqlashda muhim rol o'ynaydi. Geodezik o'lchovlar va kartografik jarayonlarni quyidagi asosiy 3 ta qismga ajratishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni zamonaviy geodezik asboblar, elektron taximetrlar yoki zamonaviy elektron geodezik asboblar burchak, masofa va balandlikni bir vaqtning o'zida yuqori aniqlikda o'lchash imkoniyatini beradi. Bu esa an'anaviy usullarga nisbatan vaqtni va inson xatosini sezilarli darajada kamaytiradi. Global joylashuv tizimlari GPS yoki GNSSlar bu demak texnologiyalar yordamida yer uchastkalarining chegaralari va muhim nuqtalar aniq koordinatalari olinadi. RTK, Real Time Kinematik kabi texnologiyalar subsantimetr darajasida aniqlikni ta'minlab, kadastr chegaralarini belgilashda muhim ahamiyat kasb etadi. Yuqori aniqlikdagi kartografiya, topografik xaritalar va kadastr xaritalarini yaratishda yig'ilgan geodezik ma'lumotlar maxsus dasturlar ta'minoti yordamida qayta ishlanadi. Bu jarayon natijasida yuqori aniqlikdagi geometrik xatolarsiz raqamli xaritalar hosil bo'ladi. Ortofotomaplar va ularning kadastrda qo'llanilishi. Ortofotomaplar raqamli kadastr xaritalarini tuzishda eng samarali vizual asoslardan biri hisoblanadi. Ular yer yuzasining haqiqiy holatini aks ettiruvchi, ammo geometrik jihatdan to'g'rilangan tasvirlardir. Geometrik to'g'rilash ortofotomaplar aerokosmik suratga olish natijasida oladi va ular relyefning buzilishi, masshtabning o'zgarishi bartaraf etilgan suratlar bo'lib, xarita kabi geometrik aniqlikka ega bo'ladi va bu ularni o'lchovi va tahlil qilish uchun ideal qiladi. Haqiqiy chegaralarni aniqlash. Ular yordamida yer maydonlarining haqiqiy joylashuvi va chegaralari, ayniqsa mavjud va bino inshootlariga nisbatan aniqlaydi. Bu dala o'lchovlarini kamaytiradi va kadastr ma'lumotlarini vizual ishonchliligini oshiradi. O'zbekiston tajribasiga keladigan bo'lsak, O'zbekistonning turli hududlarida, jumladan Buxoro viloyatining Qoraqo'l tumanida ortofotomaplar asosida zamonaviy kadastr xaritalarini yaratish tajribalari muvaffaqiyatli amalga oshirildi. Bu usul ayniqsa qishloq xo'jaligi yerlarini xaritalashda muhimdir. Raqamli kadastr xaritalarini yaratish jarayoni bir necha texnologik bosqichlardan iborat. Ma'lumotlarni yig'ish. Dastlabki bosqich yer uchastkalari to'g'risida plan, karta, sxema va kadastr ma'lumotlarini to'planadi. GPS, GNSS uskunalari yordamida koordinatalar aniqlanadi. Aerofoto yoki sun'iy yo'ldosh tasvirlari qo'llaniladi. Ikkinchi
bosqichda ma'lumotlarni raqamlashtirish, digitizatsiya, qog'oz xaritalar skanerlanadi va vektor ko'rinishga o'tkaziladi. Chegaralar, yo'llar, bino inshootlar koordinatalar asosida raqamli formatga kiritiladi. Bu bosqich AutoCAD Maps yoki ArcGIS, QGIS kabi dasturlarda foydalaniladi. Fazoviy geometrik tahlil va tahrirlash, chegaralar orasida topologik bog'liqliklar tekshiriladi, qoplash, kesish, masofa o'lchash, bufer zonalari aniqlanadi va xatoliklar, misol uchun koordinata siljishi yoki poligon yopilmasligi aniqlansa, bu narsalar tuzatiladi. Atribut ma'lumotlarini kiritish. 4-bosqichda har bir obyekt yer uchastkasi yoki bino uchun kadastr raqami, egasi, maydoni, toifasi, foydalanish turi kabi atributlar kiritiladi. Ma'lumotlar kadastr ma'lumotlari orqali boshqariladi. Ma'lumotlarning integratsiyasi raqamli xarita, mulk hujjatlari, kadastr reyestri, soliq ma'lumotlari bilan bog'lanadi. Ma'lumotlar PostGIS, Oracle yoki RCD kabi fazoviy bazalarda saqlanadi. Kartografik bezatish va vizualizatsiya, xarita obyektlariga rang, belgi, shtrix, legend beriladi. Yakuniy ko'rinishi interaktiv kadastr portali yoki elektron xarita tizimi orqali namoyish etiladi. Ma'lumotlarni tekshirish va tasdiqlash. Yarim tayyor xaritalar kadastr idoralari tomonidan tekshiriladi. Aniqlik, masshtab va topologik moslik bo'yicha sertifikatlashdan amalga oshiriladi. Geografik axborot tizimlari va ularning roli. Geografik axborot tizimlarida kadastr ma'lumotlarining samarali boshqarishning markaziy platformasi hisoblanadi va ular fazoviy ma'lumotlarni boshqarishning ajralmas vositasidir. Bu asosan 4 qismdan iborat: data capture, data storage, analysis va output. Ma'lumotlar bazasini boshqarish axborot texnologiyalari yordamida kadastr ma'lumotlarini saqlash, tahlil qilish va doimiy yangilash jarayonini soddalashtiradi. Bu ma'lumotlarni spatial, ya'ni fazoviy va atribut qismlarga bo'ladi. Vektorlashtirish va integratsiya. An'anaviy qog'oz xaritalar yoki fotomaplardan qaraganda get muhitida vektorlashtirish, nuqta, chiziq va poligon shaklida raqamlashtirish orqali yagona raqamli formatga o'tkaziladi. Bu jarayon turli ma'lumot manbalari, masalan, tuproq turlari, infratuzilma, kadastr xaritasi integratsiyasi imkonini beradi. Tahlil va qaror qabul qilish. Axborot texnologiyalari kadastr ma'lumotlari asosida murakkab spatial tahlillar o'tkazishga yordam beradi. Masalan, yer soliqlarini hisoblash, yer o'zgarishlarini monitoring qilish va yer to'g'risidagi qonunlarni qulay interfeys orqali qabul qilish imkoniyatini va tezkor yetkazib beradi. 3D kadastr texnologiyalari yangi bosqichda an'anaviy 2D kadastr xaritalari asosan gorizontal sirtni qamrab olgan bo'lsa, biroq murakkab shahar tuzilmalari va ko'p qavatli binolar, yer maydonlari 3 o'lchamda ro'yxatga olishni talab qiladi. 3D kadastr bu yerda bu ehtiyojni qondiradi. 3 o'lchovli tasvir, ya'ni 3D kadastr yer osti kommunikatsiyalari, metro va yer usti uchastkalari va havodagi bino inshootlarining vertikal chegaralarini o'z ichiga oladi. Bu mulk obyektlarining spatial hajmini aniq belgilash imkonini beradi. Lazerli skanerlash va modellashtirish. 3D kadastrni yaratishda lazerli skanerlash, fotogrammetriya va sferik panoramalar texnologiyalari keng qo'llaniladi. Ular mavjud obyektlarning yuqori aniqlikdagi 3 o'lchovli modellarini yaratishga xizmat qiladi. Mulkiy huquqiy himoyalash 3D modellashning ayniqsa ko'p qavatli turar joylar va savdo markazlarining mulk huquqlarini yanada ishonchli himoya qilishni ta'minlaydi. Chunki u yer uchastkasi ichidagi individual mulk hajmi aniq ko'rsatadi. Texnologiya turlarini ko'rib chiqadigan bo'lsak, bu yerda ArcGIS va QGIS texnologiyasi vizuallashtirish va tahliliy vizualizatsiya uchun qo'llaniladi. AutoCAD Map 3D texnologiyasi chizmalarda fazoviy model yaratish uchun. ERDAS Imaging texnologiyasi raster tasvirlarini tahlil qilish uchun. GPS GNSS tizimlari koordinatalarni aniq holatda aniqlash uchun. PostGIS yoki Oracle Spatial fazoviy ma'lumotlarni saqlash va boshqarish uchun. Google Earth Engineer katta hajmdagi masofaviy ma'lumotlarni qayta ishlash uchun ishlatiladi. Kadastr xaritalarini avtomatlashtirish va sun'iy intellekt. Raqamli kadastr tizimining samaradorligini oshirishning eng muhim yo'nalishlaridan biri bu ma'lumotlarni qayta ishlash va yangilash jarayoni. Sun'iy intellekt va mashinali o'rganish texnologiyalarini joriy etishdir. Mashinali o'rganish algoritmlari sun'iy algoritmlar, xususan chuqur o'rganish deep learning yordamida ortofotomaplar va kosmik suratlarda yer yuzidagi o'zgarishlar avtomatik ravishda aniqlanadi. Bu yangi qurilgan obyektlar, yer chegaralaridagi o'zgarishlar yoki
yer turi o'zgarishlarini o'z ichiga oladi. Xatolarni avtomatik aniqlash. Sun'iy intellekt xaritalarni yangilash va jarayonlarni tezlashtirish bilan birga mavjud kadastr ma'lumotlarining geometrik yoki atributiv xatolarini avtomatik tarzda aniqlaydi va tuzatish bo'yicha takliflar beradi. Bu kadastr ma'lumotlarining sifatini doimiy ravishda yuqori darajada ushlab turishga yordam beradi. Urban hududlarda qo'llanilishi. Yirik urban hududlarda qurilish va sifati yuqori bo'lgan joylarda sun'iy intellekt xaritalarini yangilashda juda qimmatli vositadir. Masalan, yangi ko'p qavatli binolarning qurilishi tugagandan so'ng ularning chegaralari va maydon kadastri tezlik bilan avtomatik kiritilishi mumkin. Chet el tajribalari va texnologiyalarini O'zbekistonda qo'llash. Xalqaro tajribalar o'rganish O'zbekistonning raqamli kadastr tizimini takomillashtirishda asosiy yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Yevropaning ilg'or mamlakatlarida kadastr sohasida yirik yutuqlarga erishgan. Germaniya va Niderlandiya misolida ko'radigan bo'lsak, ushbu mamlakatlarda integratsiyalashgan 3D kadastr tizimlari keng qo'llaniladi. Ular nafaqat mulk huquqi, balki ma'muriy, iqtisodiy va ekologik ma'lumotlarni ham yagona platformada birlashtirgan. O'zbekistonda ham 3D modellashtirishni joriy etishga alohida e'tibor qaratish lozim. Xalqaro standartlar raqamli kadastr ma'lumotlar bazasini yaratishda ISO 19100 seriyali geografik axborotlarni standartlari kabi xalqaro standartlarga amal qilish ma'lumotlarning global miqyosda almashinuvchanligini ta'minlaydi va tizimning ishonchliligini oshiradi. Fransiya va Shvetsiya davlatlari misolida ko'radigan bo'lsak, bu mamlakatlar o'z kadastr tizimining shaffofligi, ochiqligi bilan ajralib turadi. Ma'lumotlarning onlayn rejimda ommaga taqdim etilishi korrupsiyaning oldini olish va fuqarolarga qulaylik yaratishga xizmat qiladi. O'zbekistonda ham raqamli xizmatlarni kengaytirish bu yo'nalishda muhim qadamdir. Raqamli kadastr tizimining afzalliklari. Raqamli kadastr xaritalariga o'tish O'zbekiston uchun bir qator iqtisodiy, ma'muriy va ijtimoiy afzalliklarni taqdim etadi. Bu esa davlat xizmati sifatini tubdan yaxshilaydi. Ma'lumotlarning aniqligi va tezligi, texnologik jarayonlar tufayli kadastr ma'lumotlarini yuqori aniqlikda yig'iladi va yangilanish tezligi oshadi. Bu yer bahslarini kamaytirishga xizmat qiladi. Samarali boshqaruv va qonuniy himoya. Yer resurslarining holati va ulardan foydalanishni doimiy monitoring qilish imkoniyati yuzaga keladi. Mulk huquqlarini raqamli ro'yxatga olish orqali qonuniy himoya kuchayadi. Shaffof va qulay xizmatlar. Raqamli platformalar orqali davlat va fuqarolar o'rtasida yer bilan bog'liq xizmatlar shaffof va tezkor amalga oshiriladi. Bu esa xizmat ko'rsatish sifatini, aholi ishonchini oshiradi. Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkin, raqamli kadastr xaritalari kelajak poydevori. Raqamli kadastr xaritalarini yaratish nafaqat texnik jarayonlar, balki mamlakatning barqaror rivojlanishi uchun ham muhim iqtisodiy va ijtimoiy investitsiyadir. Bu yer resurslaridan adolatli va samarali foydalanishni ta'minlaydi. Texnologik innovatsiyalar, shaffoflik va integratsiya mulkiy huquqlarni mustahkamlash va samarali yer boshqaruvini amalga oshirishimiz mumkin. Raqamli kadastr bu barqaror rivojlanishning samarali yer boshqaruvining asosiy kalitidir. E'tiboringiz uchun rahmat.